Hammangizga yana bir bor assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana Selya K-Dramas. Bugun sizlar bilan 5 ta qasos va detektivniy janrdagi dramalarni ko'rib chiqamiz. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Videoni ko'rishga sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Unda boshladik. Birinchi bo'lib shu dramadan boshladik. My Name dramasi. Ko'pchilik bu dramani ko'rgan, biladi. O'zbekcha tarjimasi Mening ismim. Hozir drama haqida qisqacha aytib o'taman. Oldin shu drama haqidagi videoni ko'rib oling. Bu drama otasini mafiya deb o'ylaydigan bir qiz haqida. Otasini yovuz kimdisa deb hisoblagan uning maktabdoshlari uni har doim kamsitib kelishgan va kunlardan bir kuni uning tug'ilgan kunida otasi eshigi oldida vafot etadi. Ya'ni uni o'ldirib ketishadi va qiz kelajakda otasining qasdini olish uchun politsiyachi bo'ladi va otasining eng yaqin do'sti bilan birga mashq qila boshlaydi. Detektivning eng zo'r dramalardan biri deb hisoblasak ham bo'ladi. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisi The Glory, g'alaba deb nomlanadi. Bu ham yana bir qasos haqidagi dramalardan biri. Bitta kambag'al oilada yashaydigan bir qizning hayotida uchraydigan ko'plab qiyinchiliklar, maktabda uni qiynashlari va oxiri ulardan qasos olib g'alaba qilishi haqida. Hammalariga uni qanday qiynashganini his qildirib, azoblab o'ldiradi. Ba'zilar o'ladi, ba'zilar esa qamoqqa tushadi. Endi keyingi K-dramaga o'tamiz. Bu dramamiz nomi Strangers from Hell. Do'zaxdagi notanishlar, do'zaxdagi begonalar degan tarjimaga ega. Bu dramada yosh yigit sevgilisi yashaydigan shaharga ko'chib keladi va u yerdan eng arzon bir kvartira topadi. Va u yerda yashaydigan odamlar g'alati ekanligiga unchalik ahamiyat bermaydi boshida va keyinchalik o'zi ham ular qatoriga kirib qoladi. Ya'ni hozirgi yoqimtoy yigitdan shunday jahldor, qo'rqinchli insonga aylanadi. U yerdagi insonlar rostdan ham yaxshi insonlar emas. Ular juda g'alati va yovuz kimsalar edi. Va endi qolganini dramani ko'rgach o'zingiz bilib olasiz. Aytib qo'yay, dramada juda vahshiyona o'yinlar guvohiga aylanishingiz, juda dahshatli sahnalarga guvoh bo'lishingiz mumkin. O'zim ham qo'rqib ketyapman, chunki bu videoni kechasi tayyorlayapman. Yana tashqarida. Endi keyingi dramaga o'tamiz. Keyingi dramamiz Balerina. Bu drama detektivlik janridagi emas. Bu dramada bu qizning eng yaqin o'rtog'i Balerina qizni o'ldirib ketishadi. Aniqrog'i, Balerina qiz o'zini o'ldiradi. Ya'ni yomon odamlar tufayli u o'zini o'ldirishga majbur bo'ladi va undan o'zini o'ldirishidan oldin u qizga telefon qilib uni chaqirgan bo'ladi. Bu aktyorni tanigan bo'lsangiz kerak. Bu shu yili mashhur bo'lib ketgan Haqiqiy ta'lim dramasida o'ynagan aktyor. Bu Balerina qizning o'limiga sababchi bo'lgan odamlarning boshlig'i bo'ladi. Bu qiz yolg'iz o'zi dugonasi uchun qasos oladi hammadan. Bu dramani katta yoshlilarga tavsiya qilamiz. Chunki dramada har xil yomon narsalar guvohi bo'lib qolishingiz mumkin. Endi keyingi dramaga o'tamiz. Keyingisi Midnight, yarim tun dramasi. Bu dramada bir bezabon qiz bo'ladi va uni bir qotil o'ziga nishon qilib oladi. Ya'ni kimni o'ldirgisi kelsa, o'shani o'ldiradigan inson uni o'ziga keyingi nishon sifatida ko'radi. Ularni boshida ancha vaqt kuzatadi. Keyin esa o'ziga qulay vaziyatni poylab, ularni o'ldirishga harakat qiladi. Bu dramada ham yana bir qotillik haqidagi sahnalarni guvohi bo'lishingiz mumkin. Bu 5-oxirgi drama edi. Shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu yerda aytib o'tgan 5 ta dramadan qaysilarini ko'rgansiz va qaysilari sizga ma'qul keldi? Kommentariyada yozib qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang. Hammangizga xayr. Sizlar bilan Selya K-Dramas bo'ldi. Yana shunday qiziqarli dramalar haqida videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Hammangizga xayr.